Assalomu alaykum hurmatli mana kuzatuvchilarimiz, sizlarga katalog obzorini qilib beraman deb ochiq necha kundan beri vaqtim bo'lmayapti. Hozir kamerani to'g'irlab bunaqa qilguncha ekran zapis bilan sizlarga katalog obzorini qilib beraman. Bu obzorimiz menimcha 4-5 qismga bo'linadi va bugun birinchi qismi dekorativniy kosmetikadan boshlayman. Xo'p, katalogi boshida uy uchun Aromania seriyasi berilgan. Bu Aromania seriyasi haqida hozir sizlarga uncha to'xtalib o'tirmayman. Keyingi videolarda bu seriya haqida to'xtalaman. Hozir endi internetda qotyapti. Sizlarga dekorativniy kosmetikadan boshlab ketaman. Xo'p, podarочный paketlarimiz bor. Qiziljoyli любой razmerdagi tovaringlarga moslab mana bu yerda santimetrlari bilan ko'rsatilgan. Xohlasanglar podarkalar uchun bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Artikullari bilan yozilgan. Agarda kim Faberlic kompaniyasida ishlasa, artikullaridan ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. Keyingisi yangi chiqqan tushimizdan makroskopik tush. Bu tushdan shaxsan o'zim ishlatib ko'rdim. Yuvilib o'tganda baribir ko'zni tagiga ozgincha qora ottенка berar ekan, lekin mitslarka bilan artsanglar bittada ketadi. Suvda oqish anaqasi bor, effekti bor. Mitslarkada lekin oson o'chadi, kiprikni pishi zo'r uzun qilib qo'yadi. Mana buni ob'yemi plus 5 mm uzaytiradi deyapti. Narxi bor yo'g'i 30 ming so'm, zo'r tush lekin. Yarlonka seriyasidan tonalkasi 123 ming 40% skidkada, и korrektori 60.900 so'mdan. Spa effektini beradi deydi, чтобы suvda ham uncha erimaydigan hamda yaltirab гиалуроновый kislotasi bor, svet отражающий pigment, ya'ni matoviy qilib qo'yadi, yuzingizni unaqa yaltiratmaydi. Hamda ikki xil rangi bor, слоеный викос, нейтральный бежевый, SPF bor, coenzim K10 ham bor. Hammasi ichida. Korrektor bo'lsa universalniy persikovый, hamma yuzga birdek tushib ketadigan korrektor 60.900 so'mdan. Skidkada kerak bo'lsa direktda yoki telefon raqamlarini bilasizlar, 90 986 17 75. Bu yangi chiqqan tushimiz Gialonka seriyasidan. Kipriklarni uchun Gialonkali hajmli tush, qora rangi chiqqan. 60% skidkada. Bu quruq tushlardan, ya'ni bu tushlar qo'lingizga surkalmaydi, lekin kiprikka zo'r yotib beradi. Xo'p, Gialonka seriyasidan yangi chiqqan ultra увлажняющий super BB krem delilica. Bu BB krem qizlar tonalka so'rayotganinglarda shunisiga ahamiyatli bo'linglar. BB bor, CC bor. BB tonalkalar yuzni uxudlovchi, yuzga nima deydi, namlantiruvchi effekt bergani hisobiga sizni toningizda bir tekis qilib qo'yadi. U davolovchi xususiyatiga ham ega, lekin sizni yuzingizdagi chuqurchalar dog'larni unchalik siz xohlayotgan darajada yopib bera olmaydi. Uni korrektorlar bilan to'lg'azlashingiz, ustidan pudra bilan korreksiya qilishingiz shart. Keyin pomadasi chiqdi, Bleska 40 ming so'm, intensivniy уход, universalniy прозрачный оттенок, hamma svetotipga tushib ketaveradigan Bleska. И mana ranglarini ko'rishingiz mumkin. Гидрогелевый текстура, драгоценный жемчужный пудра, сияющий финиш. Xo'p, qimmat marvarid effektini berar ekan. Гидрогелевый текстура, скользит словно шелк. Ipey, xullas tushunganimcha aytyapman qizlar. Ipeydek nozik, нежный qilib qo'yar ekan hamda yaltiraydigan finish berar ekan. Qaysi ranglari ko'proq, mana ottенкisi perlamutri. Mana biz yulduzchaliklari, mana ko'ryapsizlarmi, yulduzchaliklari perlamutri ottенка berar ekan. Mana 41 327, 41 326 lar. Mana 41 322 bilan 41 320 ham shunaqa perlamutri ekan. Narxi 45.900 so'mdan. Lovemen Tenderdan bu цветочное масло для губ. Mana удобный аппликатор сфера, sharikovый pomada ekan. Anaqa sharikovый dezodorantlarga o'xshagan sharikovый pomada ekan. Xo'p, Lovemen Tenderdan Loveme Lips pomadasi 40.900 so'm. Ranglarini ko'rishingiz mumkin. Ranglarini ko'rasizlar. 41 203 dan boshlanadi. Rangini mana sekin o'tkazibman. O'zingizga yoqqan rangni kodini menga jo'natsanglar yoki kommentariyada qoldirsanglar, sizlarga buyurtma qilib beraman.
Keyingisi qalamlarimiz. Lablar uchun qalam 1,5 gramm. 1,5 gramm 25.900 so'mdan. Mana naturalniy bejевый pudровый nude, чайный роза, идеальный розовый, shokoladniy pudra, розовый дерево, kashmirniy roza. Shu ranglar bor. Pomadalari bo'lsa pudrovый pomada bular. Ya'ni ustida changga o'xshagan matoviy deydimi? Shunaqa effekti bor. Magnitli chik pomada hisoblanadi bu. Ranglarini ko'rishingiz mumkin. 41991, 41186. Mana qaysi rangi yoqsa raqamini menga tashlasanglar yoki kommentariyada yozsanglar, sizlarga zakaz qilib beraman. Voy, keyingi betga o'tib ketib qoldik. Xo'p, endi keyingi betimizga o'tamiz. Блеск для губ to gleam to shine, lablar uchun jilo. Bu mana bunaqa cho'tkali. Mana ranglari, har xil ranglar. Muhammad. Har xil ranglari ko'rishingiz mumkin. Vishnoviy, прозрачный, granatoviy, karamельный, коричневый, розовый, pastelniy rozовый ekan. Цветочный rozовый bor ekan, нежно-персиковый. Kodlarini ko'ryapsizlar, yozsanglar chiroyli qilib beramiz. Xo'p, pomada. Endi bu pomadamiz tarkibida мерцающий, yaltirovchi kremviy tekstura, foydali yog'li bilan boyitilgan 34.900 so'm. Agar siz katalogdan 103 milliy xarajat qilsangiz, ranglarini ko'rishingiz mumkin. O'zingizlarga yoqqan rangini menga anaqasini kodini tashib bersanglar, buyurtma qilib beraman. Keyingisi bu pomada увлажняющий pomada Glam Color'dan. Glam Sheen Glam Color. Xo'p, ranglari. Men pomadani ko'pincha nalichik urmayman, chunki ko'pchilikni hidida har xil bo'lgani uchun hamma o'ziga xos rang aytadi va faslga qarab ham ranglar o'zgaradi. Сливовый, персичный nude, sirenovый, pilniy rozовый va boshqa ranglari bor. Xo'p, bu ham suriladigan pomadalarimiz. Jidskiy matoviy gubniy pomada 56 ming so'mdan. Ranglari kodlari bilan. Keyingi pomadamiz matoviy pomada. Bu mana shu zo'r trendga chiqib ketdi. Yangi chiqqan paytda вообще topilmadi ham bu pomadamizdan. 40.900 so'm вообще zo'r skidka narxida. Mana ranglari ореховый, лилиевый, бежевый, розовый, зефир, сливочный, трюфель, античный роза, розовый шик, ежевичный парфе, жемчужный розовый, благородный kashtan. Ranglari, raqamlari kommentariyada qoldirasizlar. Xo'p, endi увлажняющий plumper для губ Glam Rose, lablar uchun namlantiruvchi plumper. Питательныйni 2 xil rangi bor ekan. U oziqlantirar ekan, namlar ekan. Ma'minisi bo'lsa 60 milligi. Bu lablarni ishiradi, lekin achishish effektini bermaydi. Lablarni yengil bo'yab, ishirish effektini beradi. Mana bunaqangi qizchalarimizga qaranglar. Kollej payti faqat shunaqa ishlatardik biz. Vanilniy sufle, vanilniy karamel, ягодный sorbent, ореховый pralin, raf koritsi, malinoviy glazur, sливный mokko. Buning narxi 34 ming so'mdan. Mazasi ham zo'r bu pomadalar. Xo'p, Le Carousel'dan. Le Carousel Magic ekan, блестящий duet. Xo'p, bittasi ten bo'lsa, mana bu ten, bu pomada. Блеск для губ 23 ming ekan. Жидкий сияющий ten 32 ming so'm ekan. Mana Parcha Fontainebleau. Oho, otni qaranglar, zo'r ekan. Endi tush bilan tenlarga keldik. Murmur naborida tush bilan ten ham bor. Tushi 50.900 so'mdan, teni bo'lsa 307 ming so'm sarpa bo'p terisi. Sarpaligi zo'r turadi. Celebrity'dan chernichniy, cho'rni, korичневый ranglari bor. Narxi 40.900 so'm.
Вообще zo'r tush. Bu tushni mendan olganlar вообще sevishadi. Qayta zakaz qilishadi. Web Salondan объем bilan uzaytirishi super bo'lgan bochkali. Hamma yaxshi biladi bu bochkali tushimizni. Lekin buchi ko'zingizni tagiga oqib ketmaydi. Ko'zingizni tagiga oqib ketmaydi. Burdalanib tushadi. Kimga qanaqa yoqadi? Shuni ham e'tiborga olasizlar. Bu burdalanib tushadi. Ko'zingiz tagiga umuman qora qoldirmaydi. 38 gradusda oson chiqib ketadi. Xo'p, объемный tush Frisk Glass uni ham zo'r sotaman. Bularning narxi 30 ming so'mdan ekan. 2XL va вообще legendarniy tushladim bu ham. Zo'r uzaytirib beradi. 12 soatgacha stoyki. Xo'p, tenlarga yetib keldik. Tenlarni mana paletkasida 4 ta bo'ladi. Bitta applikatori bilan chiqadi. Bitta paletkaning ichida mana shu kombinatsiya bo'ladi. 143 ming. Mana bu yoqdagi paletkalar 143 ming so'mdan. Mana shu 4 ta paletka bitta ichida kombinatsiyani ichiradi. Bu ranglari bo'lsa 184 ming so'mdan. Keyingisi maskara tushimiz 60.900 so'm. Устойчивость текстуры фиксирует изгиб нацелен. Teksturasi kiprigingizni qayirganda kun davomida qayirilish effektini berar ekan. Объемi 5 dan 3 ekan. Narxi bo'lsa 60.900 so'm. Hozirda mana shu tenlarimizni qaysi birini xarid qilsangiz, sizga podarkaga mana shu 5 talik applikator sovg'aga kelyapti. Endi qiziringlar qizlar. Mana bu yerda mana yulduzcha dumaloqning ichi bo'sh. Mana bu yerda navigator qo'yib qo'yilgan. Dumaloqlar perlamotovый, to'rtburchak matoviy, мерцающий, satinovый, metallik. Xo'p, mana paletkaning ichida qanaqa ranglar joylashganini shu yerdan ko'rib olsanglar bo'ladi bemalol. Xo'p, keyingi paletkamiz bu yuz va ko'z bo'yoqlari paletkasi. Highlighter qilib ishlatsa ham bo'ladi. Teng qilib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Kist naborlarimiz, naturalniy kistlar bular ham. Xo'p, endi keyingisi podvodka. Жидкий podvodka 50 ming so'mdan, ya'ni suriladigan shotkali podvodka. Podvodka marker bo'lsa 44 ming so'mdan. Mana ranglarini ko'rishingiz mumkin. Podvodka mana podvodka markeri har xil ranglari bor. Chorniy glянцевый bor, chorniy ultramatoviy bor. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa yozasizlar. Kohl Kayal karandash для глаз с маслом шиповник и миндаль. Shipovnik, namatak hamda bodom yo shipovnik atirgul deb tarjima qilinyapti. Atirgul va bodom yog'i bilan ko'zlar uchun ko'hl qayal 1,3 gram, arabskiy noch, rayskiy izumrudniy, цветок пустыни ranglari. Karandash для глаз, bu ko'z uchun qalamimizni ranglari Dimичный seriya ultra marinovый синий, насыщенный шоколадный, ультра черный, мерцающий сливовый, сияющий коричневый. Raqamlari bilan ko'rib turibsizlar. Yoqqan nomini yoki-da raqamini yozib qoldiringlar. Iloji bo'lsa raqamini yozib qoldiringlar, menga удобный bo'ladi. Voy, mana shu ten yana skidkaga tushibdi. 89 ming so'mdan. Bu paletkani nima afzalligi bor desanglar, bu paletkani afzalligi ham ichida ikkita mana bunisi ikkitasi qoshni bo'yash uchun, bular bo'lsa qovog'i bo'yash uchun, applikatori ham qosh bo'yash uchun, qovoq bo'yash uchun applikatori ham ichida chiqadi. Zo'r skidkada chiqibdi. 123 mingdan ham sotganman buni vaqtida. Keyin karandash для бровей, qoshlar uchun karandash. Mana ranglari grafit, теплый коричневый, холодный коричневый, ультра тонкий karandash va bu ikkalasi ham qoshni qalam ekan, faqat ultra tonkisi bor ekan, oddiysi bor ekan. Kimga qanaqasi удобный bo'lsa shunaqasidan buyurtma berasizlar. Xo'p, полная синхронизация с кожей, glint и makeup. SPF 25 ikki xil rangida bor. Bu ham
Moisture Active Увлажняющий krem tint для лица. Bu krem tint ekan qizlar. Sizlar menga tonalka yuzimni cho'tka yopmayapti demanglar. Buni asosiy vazifasi yuzni uhod qilish hamda tonini bir xil qilib berish. Konsiler sivaratka для лица Neo serumdan konsiler ham bor ekan. Farforovый, естественный nude. Mana bu tonalkaniki bo'lsa, слоеный ko'z bilan естественный bejviy ranglari bor ekan. Xo'p, bu gibridniy pudra с эффектом загара Go Glow. Sunkis degani quyosh bo'sasi deganmi? Xo'p, tarjimani qara. Shunaqa pudra. Ikkita ottеnkasi bor ichida, adashmasam 604 gramm ekan. Bronziрующий sektor, сияющий sektori bor ekan. Xo'p, buni narxi 184 ming so'm. Endi tonalkalarimizga keldik. Tonальные средства для лица T-Rebellion CC'si bu. Bu hozir aytaman. Kontur жирного блеска, kontrol жирного блеска. Bu yog'li yuz uchun. Yuz uchun золотистый бежевый, натуральный розовый, естественный бежевый ranglar. Stoyki do, bu yuzda 8 soatga turib berilgan. Светлый nude, слоеный ko'z, натуральный бежевый. Endi уход и защита. Bu adashmasam quruq yuzlarga edi. Mana gialuronoviy kislotasi bor, demak quruq yuzlarga bo'ladi. Восстановление поддержания гидробаланс, suv balansi komplekt, aquarich, глубоко увлажняет кожу. Quruq yuzlar uchun слоеный ko'z bilan светлый nude ranglar bor. Kosmetikamiz 143 mingdan, tonalkalarimiz 81 ming so'mdan. Niacinamid, глубоко увлажняет кожу и выравняет ее тон. O'zbekchasiga aytaman, chunki ruschani zo'r bilmayman. Xo'p, tarkibidagi niacinamid yuzingizni chuqur namlab, uni rangini bir tekis qilib berar ekan. Zo'r sotaman. Yaxshi pudra, lekin krem pudra emas. Soft Made'dan pudra 60.900 so'mdan, ichidan gubkasi chiqmaydi. Shuni ham e'tiborli bo'linglar. Bejviy val, слоеный ko'z, farforovый dimka. Farforovый dimka oq ayollarga ham sal ochlik qildi. Shuni aytib o'taman. Xo'p, endi kushon yuzingizni cho'tka yopishini xohlasangiz, mana shu kushonni olishingizni tavsiya beraman. Vanilnisi bor, и нейтральный bejevisi bor mana. Vanilniy и нейтральный bejevий kodlarini ko'rib olishingiz mumkin. Tonalniy zardob kushon. Bu yuzingizni cho'tka yopib beradi inshaalloh. Mana покрытияsi 4dan 3. Kremvoy sivaratka, натуральный матовый. И mana BB Boost kollagen booster bor. Bu 123 ming so'm. Buni yopishi 4dan 1. Mana konsiler. Konsiler nimaligini hamma biladi. Mana raschapniy pudra ham 184 ming so'mdan. Mana tonalka ham yaxshi tonalka chiqadi. 123 mingdan, yopishi ikkita 4 dan 2ta ottенка покрытияsida xullas. Tushundinglar. 4dan 2 ball. 15% SPF ham bor. 15 SPF. Xo'p, mana triptit maslo koreyci peptidniy balzam sivaratka для gub, lablar uchun peptidniy balzam zardob 8 ml объемda doposlisini ko'rishingiz mumkin. It's kollagendan kollagen bor tarkibida 46.900 so'mdan. Perlamutrovый pomadalarimiz mana rangini ko'rishingiz mumkin. Bular перламутровый, жемчужный розовый, карамельный розовый, черника со сливками, ягодный мусс, нижний пион. Чайная роза. Qizlar, sizlar rangini nomini yozsanglar, pomadalarni turi ko'p dema adashishim mumkin. Shuning uchun menga eng yaxshi kodini yozsanglar, men oson topib olaman. Mana bular satinovый ekan bu ranglari. It's kollagendan. Xo'p, it's kollagenni объемный tush для укрепления ресниц. Bu faqat объем beribgina qolmay, kipriklarni oziqlantirib ham beradi. Ikki xil cho'tkasi bor, ko'rishingiz mumkin. Hammasi qora rangda. И жидкий ten. Ultra stoyki formula jiddiy tenlarimiz har xil ranglari bor, lekin buni to'qroq rangini olishinglarni tavsiya beraman, chunki ochiq ranglari zo'r otsyanka bermaydi. Yana o'zingizlarga qarab olasizlar. 30 ming so'mdan qovoq ko'taruvchi lifting poloska для моментальной коррекции век. Tushundinglar? Bu fiksator 50.900 so'mdan. Fiksator nimaligini hozir hamma biladi.
oshiqcha ta'rif berishimga hojat yo'q. Effekt laminatsiya effektini beradi. Endi bu tirnoq uxudli, tirnog'i lak unaqa sotmayman. Yana o'zinglar bilasizlar, to'xtatib ko'rsatib o'tib ketaman. 52 ming. Agar ikkita olsanglar, uchinchisi sovg'aga beralar ekan. Mana kutikulani увлажняющий молочный serum, kutikulani oziqlantirish uchun serum. Bulardan ham foydalansanglar bo'ladi. Xo'p, keyingisi pinset. Qoshlar uchun pinset, manikyurniy noj и karandashli tachelka. И davolovchi fito pomadalari faqatgina davolamay rang ham beradi. Ozgincha 23 mingdan. Bu lab juda ham qurib ketgan 21 mingdan bo'ldi. Endi keyingi obzorimizda inshaalloh yuz uchun uxudligi bo'ladi. Makiyaj uchun atalgan katalogimiz asosiy qismi tugadi. Keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishguncha buyurtmalarni Telegramdan Ozoda 1997 profiliga qoldirishingiz mumkin yoki telefon qilib artikullarni aytsanglar, buyurtmalaringizni yopib beraman. Men bilan birga ishlashni xohlagan insonlar uchun bitta narsani ko'rsatib o'taman. Men programmadan ko'rsatyapman. 205 ming mana shu krem. Buni ichki narxi 151 ming.